sizlar bilan masalan tahlilni davom ettiramiz. 32 ga qaraymiz. Bizda energiya almashuv jarayonida deyapti, stablazmda 180 kJ energiya issiq qismi tarqalgan bo'lsa, jami ajralgan energiya miqdorini aniqlaydi. Birinchi bosqichda 63 kJ energiya ajralib chiqqan. Demak, bizda 120 kJ energiya issiqlik sifatida chiqib ketganda, birinchi bosqichda 200 kJ energiya hosil bo'lar edi. Va uchinchi bosqichda esa 2030 kJ energiya hosil bo'ladi aerob bosqichda. Endi bizda 180 kJ energiya issiqlik sifatida chiqib ketganda anaerob bosqichda 300 kJ energiya hosil bo'ladi. Endi aerob bosqichda esa 3900 kJ energiya hosil bo'ladi. Endi umumiy tayyorgarlik bosqichi anaerob va aerob bosqichlaridagi ajralib chiqqan umumiy energiyaning yig'indisi 3900 363 ni qo'shsam 4263 kJ bo'ladi. Bizda bu A joyda turibdi. Keyingisi 33.1. Mazkur to'qimasi hujayralarida energiya almashuvining ikkinchi bosqichida 1300 kJ energiya hosil bo'ladi. Ushbu jarayonda ATFda to'plangan energiyaga teng miqdorda energiya hosil qilish uchun necha gram oqsil oksidlanishi kerak, ya'ni parchalanishi kerak deyapti. Demak, bizda 200 kJ energiya anaerob bosqichda ajralganda ATFda 80 kJ energiya bilan to'planadi. Endi 1300 kJ energiya ajralib chiqqanda esa ATFda 520 kJ energiya bilan to'planadi. Endi bizda 1 gram oqsil parchalansa 17.6 kJ ajralib chiqadi. Kilojol 17.6, kilokaloriyada esa 4.1 bo'ladi. Demak, 1 gramda 17.6 520 kJ bo'lgandachi 29.5 bo'ladi. Bizda bu joy bahor joyda turibdi. Ya'ni bahor. B. Endi tushunarli? Keyingisi 34 ga qaraymiz. 34 da glukoza bizda deyapti to'liq va chala parchalandi. Natijada 142 mol ATF hosil bo'ldi. Ushbu jarayonda mitoxondriyada issiqlik sifatida tarqalgan energiya bilan ATF to'plangan energiyaning farqi 980 kJ ga teng. Bu holda parchalamay qolgan so'l kislota miqdorini toping. Demak, bizda glukoza to'liq parchalangan, chala parchalangan. Bizda chala parchalangan 2 ta ATF hosil bo'ladi. To'liq parchalanganda esa 38 ATF hosil bo'ladi. Endi mitoxondriyada ATFda to'plangan energiya bilan issiqlik sifatida tarqalgan energiya farqini beryapti. Bizda mitoxondriyada ATFda to'plangan energiyamiz 1440 kJ bo'ladi. Endi issiqlik sifatida chiqib ketganda esa 1160 kJ bo'ladi. Demak, tenglamaga solamiz. 2x plus 38 ergimdan yig'indisi 142. Endi 1160x minus 1440 ergim 780. Endi bu tenglarni ishlab chiqargan bo'lsam, x ni teng bo'ladi 3,5 ga, y ni teng bo'ladi 4,5 ga. Endi 4,5 ni 2 ga ko'paytirsak 9 mol. Demak, 9 mol so'l kislotada parchalamay qolgan. Keyingisi 35.1. Stablazmada ADF va ATF nisbati 1,5 ga 1 bo'lib, 7 mol glukoza parchalangandan so'ng ular nisbat tenglashgan bo'lsa, jarayon so'ngida stablazmadagi ATF to'plangan energiya miqdorini topmayapti. Bizda demak ADFimiz ADF 1,5x, ATFimiz 1x. Bizda 1 mol glukoza parchalanganda 2 mol ATF hosil bo'ladi. 2 mol ATF sarflanadi, to'g'rimi? Endi bizda 7,5 mol glukoza parchalanganda 15 ta ATF hosil bo'ladi. 15 ta ATF sarflanadi. Demak, bu sarflanyapti 1,5x minus 15 teng x plus 15. Chunki ATF hosil bo'lgani uchun plus qo'yapman. Endi nimaga minus qo'yapman? Chunki ATF nima bilan sarflanyapti. Endi x ni topsa necha ekan? 60 ekan. Demak, ATF dagi energiya miqdori topilyapti. Demak, 60 ni 15 ga qo'shsam 75. Endi 75 ATF olgan. Bitta ATF tarkibida 40 kJ energiya miqdorini to'plar edi. Bizda necha ekan? 75 ta. 75 ni 40 ga ko'paytiradigan bo'lsam 3000 kJ energiya bo'ladi. Bizda bu bahor joyi. Demak, 36 ga qarayman. To'liq va chala parchalangan glukoza nisbati 1 ga 2. Demak,
to'liq parchalangani 1 ekan, chala parchalangani 2 ekan. Xo'sh, shu jarayon natijasida stabilizmda 1080 kJ energiya sifatida tarqaldi. Demak, bizda 1 mol glukozdan parchalanganda, chala parchalanganda 120 kJ energiya issiqlik sifatida tushib ketadi. Endi bizda 1080 kJ energiya issiqlik sifatida chiqib ketganda 9 mol glukoz nima bo'ladi? Parchalangan bo'ladi. Endi xo'sh, demak 1 2 da bu 9 bo'lganda necha bo'ladi? Bu 4,5 bo'ladi. Demak, biz to'liq parchalangan glukozani 4,5, chala parchalangani 9. Xo'sh, bizda sitoplazmadagi ATF va mitoxondriya ATFni topish kerak va mitoxondriyada ATF sitoplazmada necha marta ko'pligini ham topishimiz kerak. Demak, bizda 1 mol glukozdan chala parchalangan vaqtda 2 ta ATF hosil bo'ladi sitoplazmada. Endi bizda 9 mol parchalangan ekan 18 ta ATF hosil bo'ladi. Endi to'liq parchalanishda 1 mol glukozdan mitoxondriyada parchalanganda 38 ta ATF hosil bo'ladi. Endi 4,5 mol glukozdan mitoxondriyada parchalanganda esa 162 mol hosil bo'ladi, ATF hosil bo'ladi. Demak, mitoxondriyada ATFimiz 162, sitoplazmada ATFimiz 18. 162 ni 18 ga bo'ladigan bo'lsam 9 chiqadi. Demak, 9 marta ko'p bo'ladi mitoxondriyada ATF sitoplazmaga nisbatan. Keyingisi 37 ga 1. 37 ga 1 ni aytyapti. 1620 gram glukozaning to'liq va chala parchalanish natijasida anaerob va aerob bosqichda ishtirok etgan ADFlar nisbati 1 ga 2 bo'lsa, u holda qancha kilojoul energiya hujayra zaxirasi sifatida qolganligini aniqlayapti. Xo'sh, demak bizda 1 mol glukozaning molekulyar massasi 180 gramga teng. Qancha ekan? 180 gram. Endi bizda 1620 gram glukoza necha gram bo'ladi? 9 mol bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, bizda 9 mol glukoza nima bo'lgan? Parchalangan. Xo'sh, endi bizda anaerob bosqichda deyapti. Anaerob bosqichda. Anaerob va aerob bosqichda ishtirok etgan ADFlar nisbati 1 ga 2. Demak, bizda 9 mol glukoza anaerob bosqichda parchalanganda 18 ta ADF bo'ladi. Demak, anaerob bosqichda 1 bo'lganda aerobda 2 ekan. Bunda 18 bo'lganda esa necha 36 bo'ladi. Demak, 36 ta ATF bo'ladi. Bunda bunisi esa 18 ta bo'ladi. Ikkalasining yig'indisi elektrga teng. Demak, 54 ta ATF bor. Endi elektronni 40 ga ko'paytirsam 2160 kilojoul energiya ATF da saqlangan bo'ladi. Jami. Tushunarlimi? Demak, davom etamiz. Keyingisi 38 38 deyapti, hayvon hujayralarida energiya almashinuvining sitoplazmada kechadigan bosqichida deyapti 600 kilojoul energiya issiqlik sifatida nima bo'lgan? Tarqalgan. Keyingi bosqichda hosil bo'lgan jami energiya sitoplazma issiqlik sifatida tarqalgan energiyadan 13 martaga ko'p. Jami sintezlangan ATF miqdorini toping deyapti. Xo'sh, bizda 1 mol glukozan anaerob bosqichda parchalanganda 120 kilojoul energiya issiqlik sifatida chiqib ketadi. Bizda 600 kilojoul energiya issiqlik sifatida chiqib ketganda necha mol glukoz parchalanadi? 5 mol. Demak, bizda jami 5 mol glukoza bor. Xo'sh, endi aytyapti bizda keyingi bosqichda hosil bo'lgan jami energiya sitoplazma issiqlik energiyadan 13 martaga ko'p. Demak, 600 ni 13 ga ko'paytiradigan bo'lsam 7800 kilojoul bo'ladi. Demak, keyingi bosqich bu aerob bosqichimi? Demak, aerob bosqichda 1 mol glukozdan parchalanganda 2600 kilojoul energiya bo'ladi, hosil bo'ladi. Bizda 7800 kilojoul energiya bo'lganda 3 mol glukoza bo'lgan, parchalangan bo'ladi. Demak, bizda 5 mol glukoza bor edi. 5 mol glukozadan 3 moli to'liq parchalangan bo'lsa, 2 mol chala parchalangan bo'ladi. Bizda to'liq va chaladagi jam ATFlar yig'indisi topilyapti. Demak, bizda chala parchalanishda 1 mol glukoza chala parchalangan vaqtda 2 ta ATF hosil bo'lar edi. Bizda 2 molda 4 ta bo'ladi. Endi to'liq parchalanishda 1 mol glukoza to'liq parchalangan 38 ATF hosil bo'larmidi? Bizda 3 mol ekan. 318 ko'paytirsa 114 bo'ladi. Ikkalasi yig'indisi 118 ta ATF hosil bo'lgan bo'ladi. Keyingi masalamiz 39 1 ga e'tibor beramiz. 39 1da glukozaning chala parchalangan qismi to'liq parchalangan qismidan 3 molga ko'p. Xo'sh, to'liq parchalangan qismidan hosil bo'lgan ATFlar soni
chala parchalangan qismda hosil bo'lgan aktivlar sonidan 7,6 martaga ko'p. Jami parchalangan glukoza molekulyalari soni va to'liq parchalanishi hosil bo'lgan energiya miqdorini toping. Demak, bizga glukoza to'liq parchalanadi, chala parchalanadi. To'liq parchalanishni x olsam, to'liq parchalanish x olsak, chala parchalanish x plus 3 bo'ladi. Chunki aytyapti, chala parchalangan glukoza to'liq parchalangan glukoza nisbatan 3 molga ko'p. 3 martaga emas, 3 molga, ya'ni 3 taga ko'p. Demak, x plus 3. Endi bizlar chala parchalanishi ikkita ATF hosil bo'ladi, to'liq parchalanishi esa 38 nima hosil bo'ladi? ATF hosil bo'ladi. Demak, 2 ni x ga ko'paytirsam 2x, 2 ni 3 ga ko'paytirsam 6. Mana. Demak, bu aerob bosqich 38 ni x ga ko'paytirib 8 a. Aerob bosqichda ATF chala parchalanishdagi ATFdan hosil bo'lgan 7,6. Yani to'liq parchalanish chala parchaning nisbatan 7,6 martaga deyapti, ko'p deyapti. Demak, 38 bo'lingan 2x plus 6. Bu qatdan keldi? Mana bu 2 ni x ga 6 3 ga ko'paytirganimdan kelib chiqdi. Demak, hisoblab chiqadigan bo'lsam 38x 7,6 ni 2 ga ko'paytirsam 5,2x, 7,6 ni 6 ga ko'paytirsam 45,6. Endi buni hisoblab chiqadigan bo'lsam x teng bo'ladi 2 ga. Demak, jami 5 mol glukozamiz bor ekan. Jami bizda to'liq parchalanish yana 2 mol ekan. Bunda esa 5 mol, jami 7 mol. Demak, bizda jami 7 mol glukoza bor ekan. Uni 2 moli to'liq parchalangan, 5 moli chala parchalangan. Bizda so'rayotgan narsa jami glukozani topib bo'ldik, 7 mol. Xo'sh, to'liq parchalanishini hosil bo'lgan energiya miqdorini toping. Demak, bizda 1 mol glukozamiz to'liq parchalangan vaqtda 2800 kilojul energiya nima bo'ladi? Hosil bo'ladi. Endi 2 mol glukozani to'liq parchalanganda esa 5600 kilojul energiya nima bo'ladi? Ajralib chiqadi. Bizda bu ajobda turibdi. Keyingi masalamiz 41. Energiya almashinuv bosqichida glukoza to'liq va chala parchalandi. Bunda 4780 kilojul issiq energiyasi va 159 molekula suv hosil bo'ldi. To'liq parchalangan glukoza miqdorini toping. Xo'sh, bizda demak glukoza to'liq parchalangan, chala parchalangan. Bizda to'liq parchalangan issiq energiyasi 1480 bo'ladi. Yani chala parchalangan esa 120 bo'ladi. Bizda to'liq parchalanganda 44 ta suv hosil bo'ladi. Chala parchalanganda esa ikkita suv hosil bo'ladi. Chala parchalangan x oldin, to'liq parchalangan y oldin. Demak, 2x plus 44 y teng 159 ga teng. Xo'sh, endi 120x plus 1280. Bitta noqob ketdi. Demak, 1280 kilojul energiya ikkalasini yig'in desa, teng bo'lish kerak 4780 ga. Demak, 120x plus 1280 y teng 4780 ga teng. Endi bu teoremani hisoblab chiqadigan bo'lsam, x teng bo'ladi 2,5 ga, y teng bo'ladi 3,5 ga. Bizda so'rayotgan narsa to'liq parchalangan glukoza miqdorini toping. Bizda necha mol ekan? 3,5 molga teng bo'ladi.